Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Miras ayetlerindeki nazil buluş sebebi haqida. Jahiliyatdagilar biz deb o'tgandek, ilgirki videolarda deb o'tgandek, arablar qizlarga, kichik bolalarga miras bermaydi. Shuning bilan miras ayeti nazil bo'lgan. Buningki tafsilotida yana shoir Hassan radhiyallohu anhu'ningki qarindishi Abdurrahman o'lib ketgan. Ummu Kajja ismlik ayoli bati va qizi bati va 5 qiz qarindishi bati. Shuning bilan mirosxo'rlar kelib, ya'ni uningki ya'ni Ummu Kajja degan ayolningki yo'ldishining qarindishi kelib, barliq qolgan mol-mulkni olib ketgan. Ayolga qizga ishni bermagan. Shundan bu ayol Payg'ambar alayhisolamdan qishib kelib, bu ahvol degandan keyin Alloh taolo miras oyatini nazil qilgan. Ya'ni biz deb o'tgandek erlar, mo'misa ota-onalar, urug' tuqqanlar qo'yib ketgan mirosdan erlarning ulushi bor va ayollarning ulushi ba'zi bo'lsin yoki jiq bo'lsin degan shu oyatni nazil qilgan. Shundan bilan birga yana shu ayollar qanchalik oladi, qizlar qanchalik oladi, shu oyat nazil bo'lgan. Ondan keyin yana olti imom Jabir ibn Abdullah roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisga Jabir ibn Abdullah roziyallohu anhu shunday degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr meni Banu Salama qabrida ziyorat qildim. Keyin deydi, piyoda kelgan. Men hech nima bilmaydigan holatda shunday hussiz degidek holatda yotgandim deydi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom suv kelib tarat oldi, ondan menga chashdi. Men hoshimga keldim. Uyg'ondim, ondan mol-mulkim haqida qanday qilsam buyuringlar Rasululloh desam, deb so'rasam, ondan yusikumullohu fi awladikum lizzakari mislu hazzil unsayayn degan shu sura Nisaning 11-oyida nazil bo'ldi degan. Imom Ahmad, Abu Dawud va Tirmizi va Hakim qatorliq yana Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilgan Sa'd ibn Rabi'ninki ayoli Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishchig'iga kelib, bunday dedi: "Ey Rasululloh, boshqisi Sa'd ibn Rabi'ninki qizlari. Dadisi siz bilan birga Uhud g'azotida shahid bo'ldi. Ammo bu qizlarninki tog'isi ularning mollarini akatdi. Bularga hech qanday mol qo'yib qo'ymadi. Bularning to'yini qilma desam, pul ketadi, pul yo'q." Degandan keyin shuning bilan Alloh taolo bu vaqtda Alloh o'zi hukm qildida miros oyatlari nazil bo'ldi. Endi boshqa mirosga aloqador, ya'ni Sura Nisoning 11-12-176-oyatidan boshqa miros haqida boshqa oyatlar bormi deganda, bor, lekin bularda tafsili bayon qilinmagan. Lekin shular qo'shimcha oyatlar bor. Ya'ni shu mirosga aloqador, mirosga bir ishorat qilgan oyatlar. Vallazina amanu min ba'du hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Bu sura Anfalning 75-oyat. Yaqin urug' tuqqanlar ba'zilari miros olishga haqliq. Ya'ni bu oyat ilgirki hijrat qilish sababidan miros olgan shu tuzilmani amaldan qoldirgan oyat. Undan başqa Ahzabninki sura Ahzabning 6-oyati va ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Yaqin tuqqanlar ba'zilaridan miros olishga yaqin. Bu muhazziqqa o'xshash. Ya'ni qanchalik miros oladi, buni tafsili bayon qilmasam, lekin shuni ishorat qiladi. Undan başqa Nisa sura Nisaning 7-oyatda lirijali nasibu mimma tarakal validan val aqrabun degan oyat. Undan başqa masalan miros taqsimotida rasm qilgan vaqtida namratlar, miskin, faqirlar, hijra urug' tuqqanlar kelib qolgan bo'lsa, ularning ko'nglini eslash tufaylidan ularga Alloh taolo bir narsa berishga buyurgan. Va iza hadarat qismata ulul qurba val yatama val masakinu farzuquhum minhu deydi. Ularga shu miskinlarga, yetimlarga, yaqinlarga miros taqsimotida ular kelsa, ularga shuni azroq beringlar, bir narsa beringlar, ularga yaxshi so'z qilinglar. Ya'ni bu oyatlar qanchalik miros taqsimot qandaqsa deb buni tafsili bayon qilmasam, lekin shu mirosga ishorat qilib kelgan.